Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men Muhammad Izzat. Tövəndə dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Xitoy Kompartiyasi Sharq Turkiston masalasi sababidan Yevropa İttifaqıga 3 yillik jazosini bergandan keyin Yevropa İttifaqı seshanba kuni Xitoyga mablag' selish kelishimini to'xtatgan. 7 yillik suhbatni tamomlashga ketgan bu kelishim kelgusida yo'l qo'yiladigan yoki qo'yilmaydiganligi hozircha noma'lum. Sharq Turkiston kishilik huquq masalasi sababidan dushanba kuni Yevropa birlashmasi, Angliya, Amerika ve Kanada birli vaqt Xitoy Kompartiyasining amaldorlari va jazo yurgizdiganligini e'lon qilgan. Xitoy Kompartiyasi tez inkas qaytarib, Yevropadagi 10 shaxs va 4 organni jazolaydiganligini e'lon qilgan. Buning ichida Yevropa parlamentining bir qancha a'zosi bor bo'lib, ilgari bularning hammasi Xitoy kishilik huquq masalasida aktiv so'z qilganlar ekan. Xitoy Kompartiyasining jazo qarshi turish harakati Yevropada texmi jo'n qarshilik to'lqin qo'zg'agan bo'lib, Yevropa parlamenti asl seshanba kuni o'tkazmoqchi bo'lgan Xitoy Yevropa mablag' selish kelishimini tekshirish yig'inini bekor qilishni qaror qilgan. Yevropa parlamentining xalqaro savdo komitetining muavin raisi Venikler Geola bu qaror Yevropa Xitoy munosabatidagi eng yangi taraqqiyotlarga, Xitoyning qabul qilib bo'lmaydigan jazosiga asosan chiqarilganligini bildirib, agar Xitoy Kompartiyasining davomli razil qabul qilib bo'lmaydigan harakat qilsa, bu ularning sherik bo'lish qiziqmaydiganligini, asosiy qimmat qarash va prinsiplarga buzg'unchilik qiladigan raqobatchi bo'lishni xohlaydiganligini ko'rsatib berdiganligini ta'kidlagan. Xitoy Yevropa mablag' selish kelishimi to'g'risidagi suhbat 7 yilga yaqin davomlashgan va uzun yil qatmanlarida to'xtab qolgan. O'tgan yil dekabrda Xitoy Kompartiyasi tuyuqsiz bozorga kirish va odil raqobat qatorliq bir qancha muhim sohalarda zo'r e'tibor berish bilan yil oxirida ikki taraf suhbatning oxirlashganligini e'lon qilgan. Xitoy bu kelishimdan foydalanib, Yevropa davlatlariga yaqinlashib, Amerikadan ayrilmoqchi bo'lgan. Shuning bilan bir vaqtda bu kelishim yana kishilik huquq o'lchamining kamchilligi bilan tanqidlangan. Kelishimning oxirgi yo'lga qo'yilishi Yevropa parlamentining qaror chiqarishi va tasdiqlashini talab qilgan. Angliya parlamentining Avom palatasi 23-mart ovoz berib, savdo qonuniga irqiy qirg'inchilik moddasini kirgizish to'g'risida qonun tuzitish loyihasini ozroq baliq bilan to'sib qo'ygan. Bu Uyg'urlarning Angliya sodiga Xitoyning irqiy qirg'inchilik ustidan arz qilish yo'lini ochadigan mazkur qonunga tuzitish kirgizish loyihasining 3-qatim ovoz qo'yilishidir. Ma'lum bo'lishicha, qonun tuzitish loyihasi Avom palatasida 300 ovozning qo'llashi, 318 ovozning qarshi turishi bilan to'sib qo'yilgan. Mazkur loyiha Avom palatasida o'tgan oyda intayin oz farq bilan rad qilingan edi. Bu qitim qonun loyihasi Angliya hukumati Yevropa ittifoqi, Kanada, Amerika bilan bir vaqt Xitoyning Sharqi Turkistondagi 4 nafar amaldoriga embargo qo'yganligini e'lon qilgan va bir vaqtda ovoz qo'yilgan. 22 mart qonun tuzitish kirgizish loyihasi ovoz qo'yilishining oldida Angliya tashqi ishlar ministri Dominic Raab Avom palatasi so'z qilib, xalqaro jamiyat Uyg'urlarning kishilik huquq dafsanda qilish masalasida boshqa tarafga qarshi bo'lmaydi degan. Biroq ishchilar partiyasining kandidat tashqi ishlar ministri parlament a'zosi Linsa Nandi Dominic Raabni tanqidlab, hukumatning qarori Raab aytgandek Xitoyga signal berish emas, balki uning partiyasidan bo'lgan parlament a'zolariga qonun tuzitish kirgizish loyihasini qo'llamaslik uchun berilgan signal ekanligini ta'kidlagan. U Dominic Raabni dasturnomdagi barliq yillarni ishga solib ishlatish deb ayiblagan. Mazkur loyiha hokimiyat beshidagi xili ko'p konservativ parlament a'zolarining qo'llashiga erishgan edi. Angliya Moliya ministrligi Yevropa ittifoqidan keyin Angliya yana 4 Xitoy fuqarosiga va Sharqi Turkistondagi boshqa Uyg'ur va Turk millatlarga bevosita ziyonkashlik qilish, kishilik huquqiga daxl taruz qilgan jinoyati bilan munosabatli bir o'ringa jazo yurgizdiganligini e'lon qildi. O'tgan yil oxiridan boshlab nurg'un davlatlar orqa-orqadan fuqarolarga Xitoy virusiga qarshi Xitoy ishlab chiqargan vaksinani emlashga boshlagan. Turkiya va Chilini o'z ichiga olgan nurg'un davlatlar Xitoy ishlab chiqargan vaksinani emlagandan keyin aksicha bemorlarning soni kundan-kunga ko'paygan. Pakistan dunyodagi tunji bo'lib Xitoy kommunist vaksinasini qabul qilgan davlat bo'lib, bosh ministr Imron Xon Xitoyda yasalgan vaksinani emlab 2 kundan keyin Xitoy virusi bilan yuqumlangan. Xitoy o'zidan o'xshash ahvollar ko'rilgan. Shuning bilan Xitoy Kompartiyasi butun kuch bilan tashviq qilgan vaksinaning unumsiz ekanligi isbotlangan. Xalqarada Xitoy ishlab chiqargan vaksina nurg'un masalalarni keltirib chiqargan bo'lib, Xitoy Kompartiyasining vaksina diplomatiyasi O'rta Sharq, Afrika va Janubiy Amerikani nishonlagan. Pakistan, Turkiya, Chili, Braziliya, Arab Birlashma Xalifaligi va boshqa davlatlar Xitoy vaksinasini emlagandan keyin jazmlashtirilgan bemorlarning soni azaymagan. Vaksinaning hech qanday unum bo'lmaganlikdan 3-qatim vaksina emlashga majbur bo'lmoqda. Kanada mutaxassislari Xitoy vaksinasining tajriba sonliq ma'lumotlarining ishonchsiz ekanligini,
shundaqla Xitoy vaksinasini ishlatmaslikka ogohlantirgan. Hozir qadar tashqi dunyoga Xitoyda vaksina emlashning kelinkilik sonliq ma'lumoti berilmagan. 26 fevral Hong Kongda Xitoyda yasalgan vaksinalarni emlashni yo'l qo'ygandan buyon hozirgacha 7 odam o'lgan. Xitoy Kompartiyasining o'z tashviq qilgan vaksinalari xalqaro e'tirof qilinmagan. Yaqinda Yevropa birlashmasi Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlarning fuqarolarining Yevropa tasdiqlangan 4 vaksinani, ya'ni Pfizer, AstraZeneca, Moderna va Johnson qatorliqlarni emlagandan keyin Yevropa vaksina pasportiga erisha oladiganligini bayon qilgan. Tömürkemlikten bo'lgan qon ozliq kasali bolalarda ko'rilish nisbati intayin yuqori bo'lib, ko'pincha 6 oylikdan 3 yoshgacha bo'lgan yosh oraliqda yuz beradi. Uning kasallik alomati yo'shirin bo'lib, dastlabki mezgilda kasallik alomatlari tipik bo'lmag'achqa, doim ota-onalar tarafidan sal qorilib, doim qon ozliq og'irlashganda yoki salomatlik tekshirtganda ondan bayqildi. Tömürkemlikten bo'lgan qon ozliqning bolalarning o'sib yetilishiga bo'lgan ta'siri zo'r bo'lib, bolalarning bo'y egizligi, aqliy iqtidori, immun sistemasining yetilishiga ta'sir ko'rsatadi. Bolalardagi tömürkemlikten bo'lgan qon ozliq kasalini davolashda asosiy tömür to'liqlash va kasallik sababini yo'qotish asos qilinadi. Birinchi, bolalar qo'shimcha yemeklik qo'shishga boshlaganda oldi bilan yuqori tömür tarkibli guruch unidan boshlash tavsiya qilinadi. Shuning bilan birga tarkibida tömür miqdori yuqori bo'lgan yemekliklarni qo'shish, masalan, qora go'sht, hayvonot jigiri, tuxum seriqi, qora qerimquloq qatorliqlar. Ikkinchi, agar yemeklik orqali to'liqlashning unumi yaxshi bo'lmasa, yemeklik orqali davolash asosiy tömür to'liqlash dorilarini ichishga bo'ladi. Üçüncü, tamakni muvafiq o'rinlashtirish. Vitamin C, yog' qatorliqlar tömür elementining so'mirilishini ilgari suradi. To'rtinchi, parazit qurt, hucha yo'lidagi g'ayrilik. Uzun muddat oz miqdorda qon sirg'an bolalarga qarata asli kasallikni davolash asosida qon ozligini to'vallatgandila, ondan yaxshi unumga erishgili bo'ladi. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.